Ega bo'lgan professional studiya, media sohasida ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan, aynan 2025-yilda yoshlar media studiyasi bilan oxirgi daqiqalarda, oxirgi kunlarda, oyning oxirgi vaqtlarida kunda, ya'ni kun ora birgalikda xizmatda bo'ling desak aslo mubolag'a bo'lmaydi. Yoshlar studiyasini rahbari Alisher akamiz bor. Alisher akamiz doim ta'kidlab qo'yadilar, aka bugun 2 ta to'yim bor, bugun 3 ta to'yim bor. 10 minut ham Shohsultonda bo'lsalar, 10 minut ham Nur to'yxonada yo bo'lmasa Jalilbekda ko'rinalar. Doim omadingiz aka, omad yor bo'lsin. 2026-yil bundan-da chiroyli bo'lsin, zo'r bo'lsin, zavqli bo'lsin. Xudo xohlasa, mana kollektivingiz ko'zli emas, zo'r kollektivingiz bor. Bundan-da kuchayib Xudo xohlasa bir kunda 3 ta emas, 5 ta 6 ta xizmatlar qilish nasib qilsin. Omad dilimiz, yoshlar media studiyasi omad yor bo'lsin. Ijodkor